Bozordan chiqib ketish xohlaymirding yo'qmi? Xohlayman. Ha? Bitta ish qilamiz. 16 Pro Max. Bu salkam bitta Matiz puli. Hozirda bitta mashinani puli. Biz senga 16 Pro Max olamiz. Faqat bitta sharti bor. 16 Pro Max olgandan keyin aniq bitta yo'lni tanla. O'shanda biz senga 16 Pro Max olib berishga va'da beramiz. Nima tanlaysan? Sizga shogird tutishni tanlayman. Menga shogird Menga shogirdga tushmoqchilar. Xo'p. Azizlar, nima deysizlar? Bekzodni shogirdlikka olaymi, olmaymi? 16 Pro Max olib beraymi, olib bermaymi? Agar mana shu videoni kommentariyasida 20 mingta odam, hech bo'lmasa 20 mingta odam shogirdlikka oling, iPhone olib bering, bosing desa, shogirdlik olaman. Ketdimi? Va'dami? Va'da. 20 ming juda ham kichkina son. Bilasan, biz 1 million like ham yig'ganmiz. 500 ming like ham, 200 ming like ham yig'ganmiz. Skuter, mashina hammasini olib bergan. Va hozir mana hammanglarni oldinglarda va'da beryapman. Agar atigi 20 ming odam kommentariyada Bekzod uchun просто plus qoldirsa yoki bosing yoki iPhone 16 Pro Max olib bering yoki desa, sen shogirdlik olaman. Bosamizmi? Nima deyish kerak odamlarga? Kommentariyada plus qoldir deydi. Birinchi videosi bo'ladi Bekzoddagi. Bu shunchaki bitta bola uchun orzudir. Lekin sizlarning podderskelar bilan hammasi zo'r bo'ladi. Biz Abdulbor Umarov oilasi, bizning vatanimiz, xalqimiz juda ham mehribon. Agar xohlasanglar bu bolani men shogirdlikka olaman. Agar xohlamasanglar, yo'q desanglar, buni ham to'g'ri tushunaman. Nima qilamiz? Hammasini sizlar bilan birgalikda bo'lishdi. Necha kunda 20 ming like yig'iladi deb o'ylaysiz? 24 soat ichida. 24 soat ichida 24 soat ichida 20 ming like. Juda ham katta son 20 ming. Ishonamiz odamlarga. Tamam. Bo'lmasa 20 ming like 24 soat ichida. Ketdi.